Assalomu alaykum hojilarim. Hozir 2 kilo salatga zakaz olgandik. Buning ichiga kukuruz bor, qaynatilgan kartoshka, svежий pomidor, svежий bodring, mayonez, 2 xil sosiskamiz bor. Yonidan olib ko'rsat. İçini ko'rsatdi. Mana aka. Mana shunday salatimizga va qaynatilgan nima qo'shamiz? Tuxum. İstasangiz sarig'ini olib tashlashingiz mumkin. Bu ham bir fantastika bo'ladi. Keyin murch solganman ichiga. Tuz solmaymiz. Tuzni egasini o'zi solib oladilar. Chunki nimaga desangiz, to kechgacha nimasi suvi chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun nimasini solmaymiz. Yonidan olib ko'rsat chiroyli. Mana aka. Inshaalloh darsxonda chiroyli ko'rpiga ko'rib beradi. Juda ham mazasi og'zingizda qoladi. Kopchonli sosiska bilan oddiy sosiskani qo'shib o'rganman. Juda ham zo'r bo'ladi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Murchdan sovuramiz. Mazza qiladi. Juda ham mazali, juda ham zo'r bo'ladi bu. Mana shunday qilib. Faqat tuzni solmaysizlar. Bizga aralashtirib berib yuboring degani uchun aralashtirib berib yuboraman. Hozir buni upakovka qilib, oldiga mayonezni qo'yib qo'ysangiz, o'zlari aralashtirib oladi. Hozir srochniy bo'lganlari uchun, vaqti yo'qligi uchun mayonezni birdan aralashtirib berib yubordim. Mana shunaqa salatlarimiz bor.